Hoppa, hozirgina oxirgi reys bilan Norvegiyadan ko'ryapsizlar, slabosalyonli baliqlarimizni. Aqlashdonli norvejskiy lososimizni malasalyonnis keldi. Maza qilib yeydigan joyi. Hamni ko'ryapsizlarmi? Voy, kelishini. Buni beshakang kelasizlar, odamni ko'ryapsizlar, уже o'chirib qo'yapti. Hammalarni kutamiz, hamma assortimentlar bor. Ikra deysizlarmi, baliq deysizlarmi? Endi buni qaranglar. Toza, yaxshi, zo'r baliq yeginglar kelsa, ham kesaveramiz. Chiqishini qaranglar. Umuman yog' yo'q, go'sht o'zi lahmligini ko'ryapsizlar. Bolajonlar uchun ham, o'zinglar uchun ham yesanglar rosa foydali. Omega 3 ga boy. Endi buni masini ko'ramiz bitta. Qaranglar endi buni. Mo'mbaloqqina bo'lib chiqdi, yumshoqqina bo'lib, ketadi-yu va bismillah. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Beshaka aka bozor 36-do'kon. Kelaverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, xayr.